İstanbul'da bir top Uyghur Xitay konsulxanası aldıda paaliyetini davamlaştırmakta. Bu yaşlarının paaliyeti 18 dekabr başlanğan bulup, ular Xitay konsulxanasıdan Şərqi Türkistanda lagerga qamalğan yoki yo'qab ketgan ata-ana va urug' tuqqanlari haqida ma'lumot berishni talab qildi. Lekin Xitay konsulxanasi ularning iltimos xatini qabul qilmayli qolmasdan, ularning paaliyetiga to'sqinlik qilishga va ularni qo'g'lab etishga urindi. 28 dekabr bu faoliyat 2 haftasiga qadam qo'ygan bo'lib, qatnashuvchilar soni ko'paydi. 82 yoshlik bir Uyg'ur boymi Sharqi Turkistonda tutib turilayotgan yoki g'oyib bo'lgan farzandlari va nevaralarining izdirgini qilish uchun Xitoy konsulxonasi oldiga kelib faoliyatga qo'shildi. Shuning bilan birga Anqara Hoji Bayram universitetining o'qituvchisi professor doktor Abdurashid Jalal va bir qism o'quvchilar faoliyatga qatnashdi. Bir yıldan fazla zamandır bu gençler ailem nerede? Ailemden haber alamıyorum diye İstanbul'un sokaklarında, caddelerde, her yerde bu ellerimizi tuttuğumuz ailesine ait fotoğraflarla, kimlik bilgileriyle arayış içindeler. İnsan hakları savunucuları ve diğer uluslararası örgütün bu zulme, demesi, hak arayışımıza destek vermesini talep ediyoruz. Abdurashid Jalal Qarluq apandi söz qilib, Türkiye dövletining bu dövlətdə panoqlanayotgan boshqa mazlumlarga o'xshash Uyg'urlarga ega bo'lishi kerakligini ta'kidladi. O'tgan yili Xitoyning Anqaradagi bosh elchisi Dingli bir televiziya programmasida Uyg'urlarning Xitoy elchixonasi orqali Sharqi Turkistondagi oilasining ahvolini surishti qila oladiganligini aytgan edi. Lekin keyin Uyg'urlarning Xitoy elchixonasiga avatgan iltimos xatlari javobsiz qoldi. Siz neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Bizim gücümüz Çin'den gelecek, 4 kuruşluk pis paradan mı gelecek? Yoksa gerçek imanımızdan mı gelecek? Ey İslam dünyası, size soruyorum. Sizdeki Çin korkusu Allah korkusudan daha mı? Xitayning organ nashriyati bo'lgan Xinjiang gazetining xabar qilishicha, Xitoy 2020 yili Sharqi Turkistondan Xitoy o'lka shaharlariga 100 milliard kilovat tok yetkazgan. Sharqi Turkistonga Xinjiang elektr energiyasi shirkatining torbitida e'lon qilingan bayonotida 2020 yili 12 oyning 23 kuniga qadar Sharqi Turkistonning energiya yetkazish iqtidorining 100 milliard 120 million kilovat soatga yetib, oldingi yildagiga solishtirganda 40% oshganligi o'ttirib qo'yilgan. Sharqi Turkistonga har xil mo'l boyliqlarni Xitoyga atkaz qilgan Xitoy kommunistlarining 2010 yildan boshlab Sharqi Turkistonning tokini Xitoyga yetkazganligi va 10 yilda ishlab chiqarilgan energiya manbasining 92 million 800 ming kilovatga yetganligi bayon qilingan. Egilenishicha, Sharqi Turkistondan talon-taroj qilingan elektr energiyasi hozir Xitoydagi 20 o'lka va shaharga yetkazilgan. Xitoydagi puhraviy muxbir Jangjan ۋۇخەندىكى yuqum ahvolini xotirlaganligi va xabar qilganligi uchun jamiyat tartibini qalaymuqonlashtirish va qutratqulik qilish jinoyati bilan ayblangan. Jangjan ۋۇخەن yuqumi sababidan sotlangan tunji puhraviy muxbir bo'lib qolgan. Bu delo Shanxay Pudong yangi rayonining sud mahkamasida echilgan bo'lib, u Tönögün sud mahkamasi tarafidan 4 yillik qamoq jazosiga qilingan. Bu yil 2 oyning beshida u ۋۇخەن virusi yuqumining markazi bo'lgan ۋۇخەنga borgan va ijtimoiy taratqularda doktorxona va mahallalarda xotirlangan ko'rinishlarni o'z ichiga olgan bir qanchasini e'lon qilgan. Jangjan yana yuqumning tarqalishiga qarshi turish tadbirlarini ochiq-oshkora tanqidlagan. Xitoy moliya boshqarish tarmoqlari dangliq korxonachi Mayonning cho'mili guruhini ziyorat qilib, 5 turlik tuzitish planini ishga oshirishni talab qildi. 26-yilda Xitoy Xalq bankisining muavin boshlig'i Pan Gongxing 4 tarmoqqa vakolatan ziyoratni qabul qilganda, taratqularning savollariga javob berib, cho'milining boshqarish mexanizmining mukammal emasligini, bozor afzalligidan foydalanib sanoat tijoratchilarini chetga qoqqanligini va iste'molchilarning qonunli huquqiy va manfaatiga ziyon solganligini aytgan. Xitoy nazorat qilib boshqarish tarmoqlari 12 oyning 24 kuni dangliq korxonachi va milliarder Mayonning ilgaridagi elektronlik savdo magnati ئەلى بابا guruhi pay kontrol cheklik shirkati va pul muomala magnati cho'mili guruhidan iborat 2 cho'ng shirkatga qarata tadbir qo'llanganligini e'lon qilgan.
Xitoy Amerika prezidenti Tramp imzolagan Tibet ۋەتەيۋەنگە aloqador qonun loyihalariga qarta norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Tibet va Tayvan Xitoyning ichki ishlari hech qanday chet el kuchining aralashishiga yo'l qo'yilmaydi dedi. Minister bayonotchi Jao Amerikaning Xitoy ichki ishlariga aralashishni to'xtatishga va aloqador qonunlarni yo'lga qo'ymaslikka chaqirdi. İki taraflik munosabatga ziyon yetkazmaslik uchun bu xil harakatni qaytarib olish kerakligini o'tirib qo'ydi. Tramp imzolagan bu qonunda Tibet avtonom rayonida konsulxona va xalqaro ittifoqning ochilishi belgilangan bo'lib, kelar qitimliq Dalay Lamaning Xitoyda emas, balki Tibet buddist jamiyati tarafidan tayinlanishiga kafolatlik qiladi. Tayvan bo'lsa, Amerikaning bu harakatini qarshi olganligini e'lon qildi.